Isuzu O'zbekiston xalqining yuragidan joy olgan qadrli brendlardan biri. Imagine nomi esa 100 minglab insonlarga tanishdir. Sababi bir necha yildan beri xalqimizga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Keling, bugun Imagine brendi uchun qanday muhim kunligini xodimlardan bilib olamiz. Bu bizning grafik dizayner Akbar. Akbar, bugun Imagine uchun qanday kunligini ayta olasizmi? Vaqtim yo'q edi, ertaga kela qolaylik. Ha mayli. Akbar Imagine'da ishlayotganiga endi 2 oy bo'ldi. Bu bizning HR, Rano. Bugun Imagine uchun qanday muhim kunligini bilish uchun ularning oldilariga keldik. Ozmas. Ha mayli, ishlari ko'p bo'lsa kerak. Bu bizning buxgalteriya bo'limimiz. Hozir ulardan ham so'rab ko'ramiz. Сейчас, потом, пожалуйста. Buxgalteriya eng jiddiy bo'limlardan biri ekanligini bu ish jarayonidan ko'rib olishimiz mumkin. Endi bizning korxona yuragi, sotuv bo'limidan bugungi muhim kun haqida so'rab ko'ramiz. Hozir mashina topshirib olaylik. Ha mayli, axir mijozlar doim birinchi o'rinda turadi. Ehtiyot qismlar obuxorasiga javobgar. Alisher aka, biz uchun vaqtlar bormikin? Hozir sanab olaylik. 1 daqiqa. Ehtiyot qismlar haqida eng ko'p ma'lumotga ega bo'lgan xodimlarimiz bugungi kun haqida aniq bilishsa kerak. Hozir gaz chiqazib oling. Bizning eng ko'p xodimlarimiz faoliyat olib boradigan bo'lib, servis bo'limidan ham bugun qanday kunligini so'rab ko'ramiz. Hozir mana. Rang oling. Hozir shuni qotirib oling. Abdumalik 13 kulching qani? O'g'il, 13-birdan tilni ko'rib bor. Hozir. Bizning mexanik, elektrik va usta akalarimizchi. Ular bilishmasa, boshqa kim ham bilardi. 13 minut qoldi. Shunda tugatib olaylik. Kompaniyamizning yoshi ulug' va ko'p qirrali xodimlaridan Abdumutal akadan fikr olib ko'ramiz. To'xtab tur, qurilishni bitirib oling. Shunda vizivga borib keling. Yo'q, hozir kelmay qolsa vaqtim yo'q mani. Servis rahbari bugungi kun haqida nima fikrda ekanlar? Bu klientimizdan shoti 13 ming bo'ldi. Shu video olinishiga sababchi insonlardan marketing bo'limidan Mirziyotni o'zi sizlarga javob aytishni aniq bilsa kerak. To'g'rimi? Uni bilmadim-ku. Bu tilim hamma yig'ilib turibdi. Imagine 13 yoshda